O'sha yerda tezroq ketadi, xo'pmi? Maktabimchi, oyim sababsiz hech ham dars qoldirma deganlar. Vay. Biram aqlli edi-da singlim rahmatli. Sababi bor. Xolangni beli og'riyapti. Sen yordam bermasang kim yordam beradi? Mana ularni olib sotib kel. Hammasini sotmaguncha uyga qaytma. Sut qolib ketsa ertagacha ayniydi, tushunding-a? Pulga pishiq bo'l. Hop. Nasiyaga berma. Hop. Bor, kiyimingni almashtir. Oy. Shunisiga qo'yib qo'yay. Kotletingizni yemaysizmi? Yeyman, to'ymadingmi? Shirin ekanda. Yomon faslli malo. Ajab bo'pti. Shoshmachi. Ana, ye. Rustamgachi? Ana Rustamga. Aytib bersachi. Oyim o'zini urishadi baribir. Nimaga? O'g'il bolasan, chaqma-chaqarli qilma deb. Dadamga aytib bersachi. Aytmaydi. Tez-tezga ko'rib qolmasin. Opa, shimimni dazmollab bera olasizmi? Shundoq yur, baribir o'tirsang g'ijim bo'ladi. Komissiya kelarganda darsimizga kirisharkan, ustozim kiyimlaringga qarab kiy deb tayinladilar. Ko'ramiz. O'tirib ovqatlan. Ketingdan idishda bolani yuvib qo'ygin. Hop. Assalomu alaykum xola. Va alaykum assalom. Sut olasizmi? Sut qanchadan ekan suting? 500 so'm. Yangisi olganmi? Olaman, hozir pulingni olib chiqib beraman.